Bu sizlarga oddiy Skyblockga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin bu hech qanaqa oddiy Skyblock emas. Orqamda ko'rib turganingizdek, mana shunaqa g'alati orollar bor. Bu orollar oddiy orol emas, bu orollarda zombilar bor. Ya'ni zombi apokalipsis, ya'ni o'shanaqa Skyblock oroladamiz biz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'ramiz biz tirik qola olamizmi yoki yo'q. Mana bu yerda tozalab yuboramiz. Buni olamiz. Bu nimaga kerak bilmayman, lekin ma'lumotga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, sandig'imizda nimalar bor? Ozgina nonlar, suv bir bolalar, bular bizga kerak, chunki zombilar bizani tishlab, mazamizni qochirmasligi uchun bu narsalar bizga kerak bo'ladi. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu kanal yangi, kanalni ko'tarish kerak. O'shaning uchun ham hozir o'zida obuna bo'linglar. Skin yarashganmi yo'qmi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, cho'tki bo'lib turibdi. Yaxshi 6 ta daraxt bor bizada va bularni olib maydalab turib, o'zimizga eng kerakli bo'lgan narsalarni yasab olamiz, ya'ni xuddi shu narsalar. Xo'p, biza qolgan o'zimizga kerakli resurslarni boshqa orollardan borib olib kelamiz, lekin boshqa orollarga borishdan oldin biza daraxtlarni ko'paytirib olishimiz kerak bo'ladi. Daraxt qanaqa ko'paytiramiz o'zim ham bilmayapman, lekin bu yerda bloklar bo'lish kerak adashmasam. Mana bu narsani ko'paytirish kerak. Ozgina peshana terimiz to'kilar ekan, mayli. Xo'p, bizaga bitta kirka kerak ekan va mana bu joyni ochishimiz kerak biza. Ya'ni nima deydi, tosh ferma qilish uchun mana bu yerdan o'zimizga sharoit qilib olishimiz kerak va undan keyin tosh ferma qilsak ham bo'laveradi. Mana bu yerda ikkita bo'lsa, mana bu yerdan tushadigan joy bo'ladi. Oppa. Keyin yana bitta qo'yiladi adashmasam. Mana. Menimcha shunaqa edi, 3 tamidi bu tomonda. Agar mana shunaqa bo'lsa, oppa ochib o'tdi. Mana bu yerdan olib tashlaymiz-da, bu yerga yana bitta qo'shishimiz kerak. Hop, bundoq. Bu yoqlardan oqib ketadi-yu. Kelinglar bu yoqni ham bundoq qilamiz. Va menimcha bo'ldi. Qolmasmikan? Mayli, yo'q bo'lsa ham menga farqi yo'q. Hech bo'la qolmaydi. Yo'q bo'lmasa ekan bo'ldi. Biza короче уже yasash texnikasini topdik. Bu tosh bo'lsa kerak adashmasam. Mana bularni kichikka qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi zashta qilib turadi bizani. Biza uzoq vaqt davomida mana shu toshlarni olishda davom etamiz. Sizlar videoga like bosinglar. Men tugatib bo'lgandan keyin videoni davom ettiraman. Oxirgi kirkam ham sinib ketdi. Men ko'rishinglar mumkin, mana mashincha tosh oldim va endi biz boshqa orolga surishimizdan oldin yorug' bo'lish kerak, yomg'ir to'xtab olish kerak. Mayli, bir chekkada o'tirib, ezilib mana bunaqasiga kutib o'tiramiz. Men rekord qo'ymoqchiman. O'shaning uchun obuna bo'linglar iltimos. Tezroq 1000 ta obunachi qiling. Biz ham ko'tarilaylik, onasini hamsa. Qachongacha yuramiz? 500 ta 600 ta bo'lib. Davay 1000 ta qilishimiz kerak. Bu kanal dalsh yuradi. Короче, o'shaning uchun ham maksimal podдержка qilasizlar. Bu kanal sotilmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki videoni oxirida sizlar uchun yana tayyorlangan bitta cho'tki video bor. O'shani ko'rishinglar mumkin. Chiqadimi yo'qmi garantiya bera olmayman. Agar chiqmasa, videoni описаниесida buni qo'yib olsak, mana bo'ldi, уже blokim tugadi. Yo'qqa qanaqa o'taman endi turganda, menda taxta borligi esimga tushib qoldi. Bizada boshqa hech bola yo'q, cho'pdan boshqa. Bularni qanaqa uraman bilmayman-u, harakat qilaman, lekin hachabi urishga. Oppa. Bratlar, tushinglar qani. Oppa. Tushinglar bratlar. Qani men kovlab sakrab o'tsak bo'larmikin? Yo'q, men kovlash kerak. O zombilar kelyapti meni o'ldirgani, lekin meni o'ldirisha olmaydi, chunki oldimga ham kelisha olmaydi bular. O'zi tushib ketar ekan. Qani orqamda. Ana gigant qara. Oldimga kelyapti bu gigant. Menda qilich bor ekan, yaxshi. Yaxshi hachabi bizada qilich. Kelaveringlar bratlar, kelaveringlar. Xo'p, biz hozir katta gigant bilan jang qilamiz birga. Ikkita ekan-u. Yaxshi, qaytganim ham yaxshi bo'ldi. Hozir bitta kirka yasamizda. Ozgina bloklar olib, keyin yana qaytib borib bilan dingir mazasini qochirib, короче, boy bo'lib qaytib kelamiz. Yana bitta yomon xabar bor. Menda ana qolmabdi. Oti nima edi? Yog'och. Yog'och qolmabdi. Ko'rasizlar bolalar, qornim och, lekin sizlar uchun video olaman. Sizlar meni qadrimga yetmaysizlar. Sizlar meni qadrimga yetmaysizlar-deb obuna bo'lmaysizlar. Obuna bo'linglar hozirroq. Onasini debsan. Obuna bo'lish kerak bunaqa kontentlar uchun. Kim chiqaryapti bunaqa zo'r videolar mendan boshqa? Aytinglar. O'shanaqa video chiqaraman agar. Короче, bu yerdan olsak, bu yerdan ham olsak. Mana. Oppa. Bo'ldi. Nima problema? Mana 9 ta blok bor. Ozgina qoldi. Tushib ketdim deb o'ylayman-da, lekin tushmanman. Xo'p. Sakrash kerak bo'tga. Mana buni olamiz, bu kerak bo'ladi bizga. Ketdi 9 ta bo'lsa, menimcha narigi betga o'tishga yetadi. Keyin bitta binoga kirib olishimiz kerak. Ana bino kattaga, katta ekanda. O'sha binoga kiramiz. Menimcha lootlar yaxshi u binoda.
Mana bu kattalarga nima bor ekan deyapman deb o'tdi. Bular qanaqa o'ldirsak bo'ladi bularni? Brat, qanaqa bo'lasiz? Qattingizga ursangiz, bu bratni jahlini chiqarish kerak. Jahlini chiqarsa keyin o'ladi. Kel bu yoqqa. Kel. Yo'q, mana basharasini qaranglar, tarvuzga o'xshaydi basharasi. Buni yo tushirib olish kerak. Nima deysizlar? Habda kovlab turib tushirib olsak bo'ladi menimcha. Nega kamaymaydi bular? Ko'paysa ko'pay. Yaxshi, yaxshi. Yo'qollaringni uyalmaysanlarmi? Birovni uyga kirib oldilar, короче. Miyam adashib ketdi. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir qaranglar. Bundoq qo'yamiz. Balandroqqa chiqamiz. Bundoq qilsak. Bundoq qilsak. Bular hammasi keladi-ku hozir. Kelgandan keyin biz bilan uchib kirib ketamiz. Bizga yana blok kerak, chunki bu yoqqa kirgandan keyin bekim olishga, chunki bular orqamdan keladi baribir. Tayyormisizlar? 3 2 1 let's go. Qoch. Kirib qaqadir bekim olish kerak. Bir ham sanduqlar bor joyga kirib ketish kerak, chunki bular hozir pastda orqamdan keladi. Menga bloklar kerak, tatem bor ekan. Mana menimcha bular bilan to'ssa bo'ladi yo'lni. Qanaqa ne to'silmayapti bu? Ne to'silmayapti? Qoch. Kiyotdi krisalar. Bularni olish kerak. Bloklar borligida bloklardan foydalanish kerak. Qoch. Voy bulan tez kelishini qaranglar krisalarni. Yo'lni to'sib olish kerak. Yo'lni qanaqa to'ssa bo'ladi? To'silmayapti yo'l. Yo'l to'silmayapti. Bulan urish kerak demak. Shikal короче, bolalar mahallada shikal. Chaqirsin Libboyni, dadalarni, buvlarini, oylarini. Bu qachon semiz qachon o'ladi? Bo'ldi. Yo'lni to'sdim. Mapda ham to'sish kerak. Endi menimcha bular kira olmaydi botga. Men bittan shoshilmasdan bloklarni dotdim. Bitta dona blok bor ekan. Mayli. Xo'p, men buni titmadimmi oxirigacha? Mana bizga bloklar. Mana. Obunachilik kerakmi sizlarga? Bo'ldi, biz bemalol uyga qaytib, короче, botga kelmasdan ham maza qilib yashasak bo'lar ekan. Menga kerak emas, to'g'rimi? Wow, bo'ldi. короче, biz boymiz уже. Bizda anchagina bloklar bor. Kerak narsalarni tashlab yuborsak ham bo'lar ekan. Men bu blok ishlatsak ham bo'laveradi hozirchaga. Keyinchalikni o'ylab ko'ramiz. Va bu yerda yana bitta etaj bormi, yo'qmi bilmayman. Mana bu sandiq ham olmadiga. Soat bor. Yaxshi kravat, eng asosiysi kravat. Kravat kerak edi, kravat topildi. Voy, uchib ketdi men ham. Voy, bitta emas ekan Timoli. Yo'qol, sassiq. Qarab, voy. Menga temeli bolaman, iltimos. Men yaxshi bolaman. Bundoq qilsam. Oppa. Ne tugamaydi bular? Ham semizlar apasni emas ekan, lekin men bular vobshe apasni ekan, men ozg'alar. Voy, tugamayapti bular. Yo. Bratlar, yo'qolinglar bu yerda. Tez. Suringlar, men asab ketmaylar. O'zi yoqmayapti. Yo'qol. Bo'ldi menimcha, boshqa zo'may qolmadi. Bu yoqda ish uni olib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi boshqa anoga surib yuborish kerak. Mana men buni olish kerak, lekin bu ortiqcha narsalar bo'lib ketsa, o'shalarni solishga kerak bo'ladi. Dudalar yuribdi bu yerda. Och. Eng asosiysi bizda bloklar bor, hozir yo'lni to'sib olsak bo'ladi. Bundoq qilib, bundoq. Mana bundoq. Menimcha kirish olmaydi bular boshqa yo'ldan. Bo'ldi. Chotki. Bu yoqda nimalar bor? Xo'p, oltin alma. Olma emas, alma. Xo'p, bizga mana ham kerak bo'ladi firework. Xo'p, bo'ldi. Keyingisi bu yoqda kerakli narsalar umuman yo'q. Pichan olib qo'yamiz, pichanni. Pichan kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu yoqda ham firework bor ekan. Fireworkni mana bunga almashtiramiz. 40 ta blok bunga almashtiramiz. Bu yoqda yana ozgina narsalar bu yoqqa qo'yamiz. Qaranglar. Videoni eng qiziq joyda tugatamiz-da. Men hozir bu yoqda qamalib qolib ketganman, chiqib ham keta olmayman, chunki menimda zombilar bor. Hozir chiqishim bilan zombilar bo'ladi. Bu yoqni o'zim uchun kichkina bazacha qilib olaman va sizlar bu videoni ikkinchi qismini boshqa kanalda ko'rasizlar. U kanalga